Janubiy Koreya 20-sentyabr. Bu mening Toshkentdan Yakkabog'gacha bo'lgan ultramarafonimning tayyorgarlik ko'rinishi. Bu yerda kerakli dori-darmonlar, yugurish uchun maxsus krossovka, futbolkalar, jaket va shu bilan birga energiyalar bor. Inshaalloh ertaga start beraman va 420 km masofani 6 kunda muvaffaqiyatli ravishda yorug' yuz bilan tugataman inshaalloh. Qo'llab-quvvatlang. Soat Forerunner 55, og'riq qoldiruvchi. Hozir aeroport yetib keldim, yugurishga start beramiz. Soat 7:32, 21-sentyabr. 6 kunlik mashaqqatli yugurish sizni kutmoqda. Siz bilan bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlang. Bu tarixiy yugurish bo'ladi. Hali bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Bizni kuzating. Katta rahmat. Mana yigitimiz boshladi, xudo xolasa. Mana da yuguradi. Yigitimizga omad. Sog' salomat yetib olsin nasib. Allohga shukr, yugurishni boshlab oldik. 1,5 kilometr 9 minutda. Toshkent ko'chalari soat 5dan 20 ta. Chilonzor buyum bozori 12 kilometr 500 metr. Erkin postga keldim. Toshkent viloyati. o'n 14 kilometr 1,5 soat. Yangi yo'lga yetib keldik. 2 soatda. Qorong'i tushdi. Bugungi plan 20 kilometr. Yana 1 kilometrdan keyin to'xtataman. Ertaga davom etaman. Kecha yugurgan 20 kilometrdan yangi yo'ldan boshlab Sirdaryogacha 70 kilometr masofani yuguramiz. Qani ketdik, biz bilan bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlang. Yakkabog' nomer 1 ekanligini biz O'zbekistonga ko'rsatamiz. Bizga ishonmayotganlar qani ko'rib qo'yadi bizni darajamiz qanaqa ekanligini. Biz bilan bahslashmoqchi bo'lganlarni chorlab qolamiz. Qani ketdik. 70 kilometr challenge. Soat 40 minutda Chinoz tumaniga yetib keldik. Chinoz tumani Marragacha yana 370 kilometr. Yigit Maroziya. Sirdaryo viloyatiga yetib keldik. Deyarli 5 soat 41 minutda salkam 50 kilometr yugurdik. Allohga shukr. Endi nafas 50 kilometr yugurib, nafas rostlab qolganini kechga davom ettiramiz. Bizni kuzating, bizdan uzoqlashmang. Soat 4dan 51 ta o'tdi. Abitdan keyin yugurishga start berdim. Sirdaryo Toshkentdan ancha oldin rivojlangan ekan. Mana bu yerda maxsus yuguruvchilar uchun yo'lak bor. Velosipedlar uchun Toshkentda umuman ko'rmadim shunday yo'lakni. Yo'llar notekis, yugurish juda qiyin. Oltmish 69-kilometrga keldim. Yo'l qorong'i. Har zamonda piyoda yurib, tekis yo'lda yuguryapman. 1 kilometrdan keyin bugungi challenge'ni to'xtatamiz. Allohga shukr, 20 kilometr, ertalabki 50 kilometr, cham 70 kilometr masofani tugatdik.
Begzod kafiga yetib keldik. Vaqtgacha 5 kilometr qoldi, adashmasam. Xudo xolasa ertaga ertalab shu yo'nalishdan o'z marafonimizni davom ettiramiz. Xayrli tong hammaga. Bizlar qolgan manzilimiz Begzod kafidan boshlab yurishga start berdik. Soat 2:35 hozir. Bugungi planimiz 70 kilometr atrofida. Bizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlang, yaqin tanishlarga boring. Sababi bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan. Men har bitta yugurgan qadamimni GPS-ga yuklab, bu orqali siz qurib olsangiz bo'ladi. Shuningdek, Stravada ham bo'lishingiz mumkin. Katta rahmat, yakkabog'liklar. Bizni kuting. Manzilgacha yana 5 kun qoldi. Katta rahmat. M39 yo'lda harakatlanuvchilar, sizlardan iltimos 4 kun davomida ana shu chiziqqa yaqin haydamasliklaringizni so'rab qolaman. Sababi 4 kunlik challenge'imni qoldi, xudo xolasa yugurishim. Qashqadaryogacha bu yo'lda yugurib boraman, sababi boshqa joydan yugurayotgan sharoit yo'q. Akalar, barcha shoferlarga jo'natib qo'yamiz. Iltimos, mana shu xavfsizlikka e'tibor beraylik ozgina. Energiya to'plab yana davom etamiz. Hozir shodlikka yaqinlashdik, ha? Shodlikka yaqinlashdik. Kun hali issiqroq. Protein yaxshi. Mushaklar qayta tiklashga. Zavq kuzatib boring. kilometr masofaga 5 soat 18 minutda keldim hozirgacha. Yana 30 kilometr atrofida yuguramiz bugun. Xudo xohlasa Jizzax Betonkagacha yana 10 kilometr qoldi. Bu 17-post. Bu tomonda Qovun bozori. Hozir Jizzax Betonga yetib keldim. Endi shu yo'lda davom etamiz. Qolgan yo'lga tushgan. Xudo xolasa. Og'aynim ketdi meni. Urishga. Sindoshim. Manas postgacha yana 10 kilometrcha qoldi. Postgacha yana yuguramiz, xudo xolasa. Postgacha yana 6 kilometr qoldi. Va shu bilan to'xtatamiz bugungi yugurishni. Ertaga xuddi ertalabdan yugurishimizni ham davom ettiramiz. Yakkabog'larni qo'llab-quvvatlayotganlar bor. Oz qoldi. Qanchash bor endi damni olib. 100 kilometrlik rekord yo'lda yugurdim. Men Janubiy Koreyada yugurdim. 12 soat 22 minutda keldim, 6-chi o'rinda. Politsiyalarda hammasi. Yozdim. Daryoga eng zo'r xizmat. Nashrlar, matbuotga, Amerika Federatsiyasiga rekordni oldi. O'zbekiston ko'rsatdi, O'zbekiston ko'rsatdi. Javob yo'q, hech qanday javob yo'q. Aslida mayliga oldim. Hozir o'qiyman, uyga borguncha.
ko'rsataman bularga. Yo'lchi xizmat qilyapti, kelyapti. Ha, Toshkentdan yugurib kelyapti. Necha kun bo'ldi? 2,5 kun bo'ldi. Shularni Jizzax Manasposga kelganingizda, ha, Qashqadaryoga yugurib ketasiz. Necha kun bo'ldi? 3 kun. Ha, 3 kunda Qashqadaryoga yugurib kelib olasiz. Azizim boramiz endi, sport bersa. Qarang, hozir o'yin qilasiz, ketaverasiz yugurib. Biror joyda uxlab olasizmi? Hozir ham uxlaymiz. Uxlab olamizda, sababi ertangi kundan agar 100 kilometr qolganda Boya orqangizda yonib turgan migalkada ketishga bildirib ketadi. Xavfsizlik uchun. Siz zo'rlang. Rahmat sizga. Malades. Charchamang. Yugurishdan charchamang. Soat 8 bo'ldi. Yugurishimizga start beramiz. Kecha 70 kilometr yugurgan joydan Manas posti. Bugun ham 70 kilometr atrofida yuguramiz, xudo xolasa. Yakkabog'liklar, diqqat bilan eshiting. Sizlardan yordam so'rayman. Menga moddiy tomonlama yordam kerak emas, faqat ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlanglar. Bu videoni kerakli joyga yuboringlar. Sababi men O'zbekistonda yangi tarix yaratmoqchiman. Yakkabog' faxri uchun. Yakkabog'da yuguruvchilar chiqishiga xudo xohlasa o'z hissamni qo'shaman. Katta rahmat hammaga. Biz birgamiz. Butun asfaltga bir o'zim ketyapman. Mana. Yangi qurilgan asfalt yo'li. Qulay. Xalaq qilmaydi hech narsa. Tekis. 200 kilometrga yetib keldik. Bugun ertalab Manas postdan 40 kilometr yugurib, uyga keldik. Endi ozroq dam olib, Amerikada davom etamiz. Yo'qmi? Osiyo bozor. Hammasi yaxshi. Yarim yo'lda qaytish yo'q. Bizni qo'llab-quvvatlang. Yuguruvchilar uchun yugurish vaqtida ko'proq suyuq ovqat, tez hazm bo'layotgan ovqat yegan ma'qul. Suyuqlik, keyin uglevodga boy qatiq yo sut mahsulotlari yaxshi bo'ladi. Biz hozir ozroq dam olib, obed qilib, xudo xolasa yana yo'lga chiqamiz. Hammasi yaxshi, yarim yo'l ortda qoldi, xudo xolasa. Bizni kuzating. Hamshiraga yuboring. Sababi bu oddiy marafon emas. Osiyo bozor. Jizzax Perolga chiqib ketamiz endi shu bo'ylab. Jizzax hoş. Xudo xolasa Perolga yarimlargacha boramiz. Yana 20 kilometrcha bor. Biz hozir Jizzax Perol boshlanishiga birinchi burilishga keldik. 23,5 kilometr yugurib keldik hozirgacha. Davomida qattiq og'riq bo'ldi desam-da, o'shaning uchun bugun baxtliroq dam olib, ertaga boshlashga qaror qildik. Katta kuch bilan biz qaytamiz. 60 kilometr borib, hozir o'zimizga majlisni qilsak, bugun kechagi joyga keldik. Bugungi 70 kilometr yugurishimiz, xudo xohlasa, otamning kursdoshi Farg'onalik Zaynobiddin aka nomidan otamning barcha kursdoshlari uchun bo'ladi. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlang. Hammasi hali oldinda. Bugun Samarqandga yetib boramiz katta kuch bilan. Katta rahmat hammaga. Yakkabog'liklar, biz boryapmiz, yo'ldamiz. Jizzax Perivol 2 soat 12 minutda tugadi. 17 kilometr bilan. Yoshlarga bir motivatsiya bermaysanmi? Mana motivatsiya. Keyingisi. Samarqandliklar bormi?
bulung'ur. Ba'zi befarosat chopirlarni deb mana shu yo'ldan yurishimga to'g'ri kelyapti 10 kilometrdan beri. Sababi bu yerda o'tsam to'g'ri ustimga haydadi 3 ta to'xtasi. Yana menga o'rta barmog'ini ko'rsatgan ikkita shofyorlar. Erta men senlar bilan gaplashaman. O'sha joyda borganimda reaksiyani ko'raman. O'shanda boshqacha bo'ladi, eshitib qo'y. Hozir do'kondan suv olishga kelgandim. Hech kim yo'q ekan. Yarim litrlik suvni olib 5 minut tashlab ketaman. Biz bugungi 70 kilometrlik challenjni Xudoga shukr tugatdik. Bu yer Jomiy Beshbola mahallasiga keldik. Ertaga shu yerdan yana davom etamiz. Ochiqni aytayotgan bo'lsam, og'riqlar endi boshlandi. Iltimos, qo'llab-quvvatlaysizlar. Hammaga yetkazingizlar. Sababi O'zbekistonda shu vaqtgacha bo'lmagan internetdan tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. Men oddiy ukamni maslahatini amalga oshirayotgan akaman. Katta rahmat hammaga. Bugun men Alif sohib yugurishni to'xtataman. Mening o'rnimga ukam Alif Mirzohov yuguradi bugun. Bizni qo'llab-quvvatlang. Biz uddalaymiz. Xudo xolasa bugunga 70 kilometrlik masofani tugatamiz. Bugun Tervolga chiqamiz xudo xolasa. Samarqand Tervolni zabt etamiz. Biz bilan bo'ling. Yaqinlarga borib qo'ying. Samarqand shahriga yetib keldik. Samarqand shahri 100 metrdan keyin. Xudo xolasa hozir kofe ichirib chap tomonda Samarqand City, o'ng tomonda Non bozor, o'rtada mana yo'l. Sportchilar uchun maxsus ajratilgan. Juda ham qulay yuguruvchilar uchun, sababi bu yerda hech narsa xalaqit qilmaydi. Barcha viloyatlarda shunday sharoit qilishini so'rab qolamiz. Bizni kuzating, Samarqand shahridaman. Oz qoldi uygacha. Shu bahonada Samarqand City'ni ko'rib ketyapman. Yo'qlarga borishga vaqt yo'q, ochiqni aytsam. Lekin yaxshi, qurilish jihatidan. Hammasi tabiiy. Zamonaviy dizayn asosida qurilgan. Inshaalloh biror kun kelib aylanib ketaman. Biz yo'lda davom etamiz. 200 kilometr ortda qoldi va Samarqand Non bozoriga keldik. Mayli, rahmat sizga. Xudoga shukr, Non bozoriga keldik. Hammasi yaxshi endi. Xudo xolasa. Yana 120 kilometr qoldi. Katta rahmat. Men bir narsaga tushunmadim-da. Bu yaxshi mashinalar uchunmi? To'g'ri aytsam, Koreyadan kelib o'ylab turibman hozir. Meni yo'limmi? Bu mashinalar yo'li. Buni ichida qizil bo'lsa o'taman-da. Hozir men 5 soat 25 minutda 40 kilometr masofani bosib o'tdim. Hammasi yaxshi. Katta motivatsiya bilan ketyapman, xudo xolasa. Ukalarim ham ko'rgani kelishdi. Katta rahmat o'zingizga. Ishlovchilar hammasi juda katta menga motivatsiya bo'ldi. Xudo xolasa 4 soatda Terol tepasida bo'lamiz. Samarqandni oxirgi postiga yetib keldik. Mana undan keyin Terolga chiqish boshlanadi. Hammasi joyda 50 kilometr yugurdim. Bu video 7 ta negativ uchun menga yozgan. Ular meni hayotimni bilishganda unaqa fikrga kelishmasdi. Menga undan ko'ra o'qisang bo'lmaydimi, ishlasang bo'lmaydimi, vaqting bekor ketyapti deb yozibdi. Ular bilishganda boshqacha bo'lardi. Sababi men Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida jahon iqtisodiyot yo'nalishida o'qiganman. Bakalavr diplomim bor. Bundan tashqari hozirda magistraturada Janubiy Koreyada public policy yo'nalishida o'qiyman. Bundan tashqari mendek ahmoq odam bo'lmasa kerak. Koreyadan kelib uyga ham bormay yugurishga shaylandim birdaniga. Chunki bu bizning maqsadimiz edi.
Hozir Pervoldaman. Balandlik yurishimga to'g'ri kelyapti. Hammasi yaxshi, xudo xolasa. Ertaga tugataman. Ertaga soat 5 gacha bo'lsa 6 kun bo'ladi to'liq, xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Menda yurak ikkita. Ikkinchisi ukamning yuragi. Bu menda yashyapti. Pervolni tepasiga chiqishga 500 metr qoldi. Qadrdon sinfdoshlarim bilan bu yo'lni zabt etyapmiz. Bu masofa 95lar uchun. Hozirroq dam olib yugurishni ham davom ettiramiz. Xudo xolasa ertaga Abidga yaqin kirib boramiz. Katta rahmat. Mana bu Pervolning eng yuqori qismi. Hozir shu yo'lga ketyapmiz. Ha do'stim yuguring. Oz qoldi. Oz qoldi finishgacha do'stim, yuring. Do'stlar, Samarqand viloyatini zabt etdik. Hozir soatimiz 10 bo'ldi. Shu yo'lgacha 66 kilometr yurdik va hozir 67-kilometr Katta Toshda to'xtab dam olamiz va ertangi kunimizga tayyorgarlik uchun xudo xolasa ertaga Abidgacha uzog'i Yakkabog'da uyda ko'rishamiz. Hammaga katta rahmat. Yana eslatib o'tishim kerak, soatda anglashilmovchilik bo'ldi. O'shani hisobiga men 2 marta o'chib yoqdim va 1,5-2 kilometr masofani o'tkazib yubordim pauzada bo'lib. E'tiborga olib qo'yamiz. Katta rahmat hammaga. Soat 5:35 da Qashqadaryoning ko'rinishi. Eng go'zal shaharlardan, viloyatlardan biri. Bu Kitob tumani, Shahrisabz. Marragacha o'tib qoldi. Kitob tumani. Men oddiy odam emasman. Men simanman. Ukasini maqsadini amalga oshirmoqchi bo'lgan yigit. Meni kuzatuvchi barchaga katta rahmat. Sizlar bilan shu yergacha keldim. Sizlarning yozayotgan kommentariyalarni o'qib katta motivatsiya olyapman. Biz bu yo'lni birgalikda bosib o'tyapmiz. Hozir Kitob shahriga yetib keldim. Hammasi joyida. Yakkabog'gacha oz qoldi. Katta rahmat, minnatdorman hammadan. Juda xursandman. Jiyanim keldi. Yordamga birga ketyapmiz. Shahrimizga oz qoldi. Qo'ying yordam bergan keldingmi? Sağ malades. Shahrisabz tumaniga yetib keldik. Hammasi yaxshi. Yana 20 kilometr Yakkabog'gacha. Zo'r. Do'stlarim bilan birgamiz. Charchoq yo'q. Eng katta motivatsiya shu o'zi. Jiyanim. Meni qo'llab-quvvatlashchilar. Oz qoldi. Eng oxirgi qadamlar. Mana Yakkabog' oz qoldi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlovchilar meni. Hammasi. Biz uddaladik. Ha, uddaladik. Mana haqiqiy motivatsiya, haqiqiy ishonch. Yanimga omad. Qo'llab-quvvatlaymiz hamisha. Bu doim kuch beradi insonga. Og'riqlarni esdan chiqardim. Yakkabog'im bizni qarshi ol. Va nihoyat. Yetib keldik va nihoyat Yakkabog' tumaniga xush kelibsiz.
Yana 8 kilometr. Yakkabog'gacha. Akam, Yakkabog'li akam. Assalomu alaykum. Mana akajonimni ko'rib qoldim. Toshkentdan Yakkabog'ga keldi, qoyil qoldim. Gap yo'q. Alloh hammani shukrlarga yetkazsin. Yakkabog' nomer 1 deb bekarga aytmaganmizda. Yakkabog'ni bolalari haqiqatan ham nomer 1. Katta rahmat hammaga. Mana bizdan mehnatimizni qo'llaydiganlar, ishonmaganlar. Bular o'z-o'zidan kelganmi? Katta rahmat. Yana 2 kilometr Alaqarg'a qishlog'igacha. Bu men. Mana bu Alaqarg'a qishlog'i. Bu meni ishonganlar hammasi. Bu Alaqarg'a qishlog'i. Bizlar bu yo'lni 5 kun 20 soatda bosib o'tdik. Biz o'ylagan masofa 420 kilometr emas, 403 kilometr ekan. Men internetda boshqa ma'lumot olib 420 kilometr yozgan edim. Bu yo'lni biz akam bilan birgalikda bosib o'tdik. Bu yo'l oson emas edi. Menda ikkita yurak bor. U hech qachon to'xtamaydi. Bu hali boshlanishi, eng kattalar hali oldinda. Alaqarg'a qishlog'ini butun O'zbekiston, dunyo taniydi. Dunyoda menman degan rekordlarni biz birgalikda o'rnatamiz. Bizga qo'shiling va bizni qo'llab-quvvatlang. Katta rahmat hammaga. Minglab qarindoshlarim, tanishlarim, do'stlarim bizni kuzatgan, bizga ishonganlar keldi. Men bundan juda ham xursandman. Menga bu juda katta motivatsiya bo'ldi. Mendagi barcha og'riqlar unutildi. Haqiqatda sezdim. Katta rahmat. Biz yo'lda davom etamiz. Uygacha yana 800 metr. Havlim, keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otam. Rahmat. Rahmat. Otam qayerda otam? Katta rahmat. Gapirding aziz. Katta rahmat ishonch uchun. Xudo xolasa bundan yuqori marra lazzat etamiz. Bizga ishoning. Katta rahmat yaqinlarimga. Shuncha odam qo'llab-quvvatladi. Bu menga juda katta kuch bo'ldi. Rahmat lekin. Yakkabog' olamiga qo'shiling. Yakkabog'liklar O'zbekiston taniydi. Qilishni maqsad qildim va shunga tayyorgarlik qildim. Xudo xolasa o'zimni qisman darajada tekshirdim, o'zimni ayblarimni, kamchiliklarimni o'rgandim. Keyingi haqiqiy chempionatlarda qatnashib, yuksak o'rinlarni olamiz, bayroqlarni yuqori ko'taramiz. Xudo xolasa yoshlarga o'rnak bo'lamiz. Faqat ishonch bo'lsa yetadi. Chunki bu yo'lda men ko'p emas, 21 oyda bosib o'tdim. Yana boshlang'ich darajadan. Oldin boshida yugurishni bilmaganman ham. Yana har kunlik ishlar, o'qish, hamma narsa iloji borligini o'zim uchun isbotladim. Bu narsa insonga to'siq bo'la olmaydi u. Faqat vaqtdan to'g'ri foydalanish, kerak narsalarni o'rganish kerak. O'zingizga ishoning hammangiz. Katta rahmat hammaga. Juda xursand bo'ldim. Biz Sarvar akam, siz men bu narsani bajara olmasidan Sarvar akam menga katta motivatsiya berdi. Shuningdek, nima yordam kerak bo'lsa menga qildi. Juda xursandman. Men roziman. Asalma.
Hurmatli aziz mehmonlar, qishlog'imiz ahli. Mana bugun Aliflar xonadonimizda judayam ajoyib yugurish marafonining guvohi bo'lib turibmiz. Mana shu Sohibjon ukamizning 120 kilometrlik masofani zabt etganini qishloq ahli bilan kutib olyapmiz. Hammalaringizga chin dildan minnatdorchilik bildiramiz Aliflar nomidan. Mana shu Sohibjonning keyingi o'qishlarida, doktoranturalarni bitirishlarida zafarlar tilaymiz. Sport hamisha biz bilan sog'lom avlod mana turmushga tarziga amal qilib shuncha 120 kilometr masofani zabt etganligi bilan yana bir bor tabriklayman. Hammaga omad yor bo'lsin, omadlar tilayman. Mana hozir birinchi ustozda mana Mohrob Xudoyqulov ham yetib keldi. Chin dildan tilaklarni izhor etmoqchi. Assalomu alaykum, hurmatli Alaqarg'a ahli, xalqi, qavm qarindoshlar. Aliflar xonadoni, sizlarni avvalambor tabriklayman. Sohibjon, seni ham tabriklayman. Mana shunday onalarga yetganingga. Katta rahmat ustoz. Katta rahmat. Ilohim bizning yurtimizda mana shunday jasur, pahlavon o'z istagini, niyatini ro'yobga chiqaradigan bilimdon, sportchi deymiz, sportchi yigitlar yetishib chiqqanidan g'oyatda minnatdormiz. Men faxrlanib gapiraman. Boshlang'ich sinfda Alif Sohibjonni o'qitganman. Shunday marralarga yetishgani uchun faxrlanaman. Ilohim bu bir debochasi bo'lsin. Yanada yuksak marralarga yetishib yurishini Allohdan so'rab qolaman. Alif muborak bo'lsin sizga ham. Sohibjon muborak bo'lsin. Eson-omon yetib kelganingga. Tarixda birinchi bunday marafon yugurishi bo'ldi. Bundan faxrlanamiz. Ham qarindosh, ham ustoz sifatida faxrlanaman. Parvozing yuksak bo'lsin, Sohibjon. Rahmat, katta rahmat. Rahmat siz berganlaringiz uchun.